Azizler, bugün hem sizlere zor haberlerimiz var. Eko bazarımızda 9'u 5. dükkanda katta skitga azizlar. Assalomu alaykum. Skitga qarang, skitga azizlar. Bunga qarang, göynekler bir-biridan zo'r göyneklar geldi. Necha so'm atasha berdingiz endi? 80 ming so'm. 80 ming so'm azizlar. Bunga qarang, 80 ming so'm. 80 ming so'mdan qo'yib berdim. Narxlara qarang, arzongina. Uzun göynekler. 8 martda yine skitga narxda göyneklar geldiler azizlar. Tezlashinglar. Ulguramiz. Hammasi 80 ming so'mdan. Bunga qarang, bolajonlarimiz uchun ajoyib göyneklar geldi. Bularning narxini sindirdilar azizlar. Hammasi 80 ming so'm. Shoylar ham hammasi 80 ming. Xohlagan variantingizni tutib olaverasiz. 80 ming so'm azizlar. Ulguringlar lekin. Yine bir-biridan chiroyli variantlarimiz bor. Bunga qarang. Shoyi bir-biridan qo'shray shoylarimiz, uzun göyneklarimiz. Bunga qarang, hammangizni şöyle teklif etamiz. Plashlar 250 ming so'mdan. Azizlar, har xil turdagi bahoriy plashlar gapti 250 ming so'mdan. Geldi. Kostyum çalgılarımız geldi. Arzan bahada 350 ming so'mdan. Hem yerde görüp gelaversinler. Azizlar, 350 ming so'mdan har xil turdagi kostyum çalgılarımız geldi. Kızlarımızniki bir-biridan chiroyli. 8dan 56 razmeracha. 56 razmerada 10 bor deydilar yine. Birisini chiroylatib qo'ydilar. Kelib, bemalol ko'rib olaverasizlar. Sifat a'lo. Zum xushray bahorgi har xil turdagi kiyim-kechaklarimiz. Kendetski kiyimlarimiz bor, kiloli. Bularni nechadan boshlaysiz? 100 so'm kilosi. Sayla yani 200 so'm kilo tashab beraman. Kilosi 200 ming so'mdan ekan. Davom etamiz. Bu yerda bir-biridan chiroyli duvoykalarimiz bor. Duvoykalarni ham aytib beravering. Bu ülkelerin bagelarsizlar gelişip beraman. Nechadan boshlanadi? 200'dan başlanadı. Azizlar, 200dan har xil turdagi original natural kaladan bo'lgan duvoykalarimiz, xalat ishtonchalarimiz bor. Kelaverasizlar. Biz sizlarni 9 va 5 do'konimizda kutamiz. Eko bozorni podvali bo'ladi azizlar. Kelaveringlar. Hamma narsani shu yerdan topib olasizlar. Ayniqsa qizlarimiz uchun eldimiz bayram, tantana shu yerdan topib olaverasizlar. Vechini go'naklarimizni hammangizni shu do'konda kutamiz.